Namangan shahrida Uzbekistan Digital Inclusion xalqaro loyihasi doirasida imkoniyati cheklangan yoshlar uchun IT sohasiga oid trening tashkil etildi. Ushbu loyiha Jahon banki hamda O'zbekiston IT Park hamkorligida amalga oshirilayotgan bo'lib, imkoniyati cheklangan yoshlarni raqamli iqtisodiyotga jalb etish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishni maqsad qilgan. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Trening O'zbekiston 2030 strategiyasi hamda yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi 2022-2026 maqsadlariga mos holda tashkil etildi. Viloyatning barcha tumanlaridan jalb etilgan ishtirokchilar 2 smenada o'tkazilgan mashg'ulotlarda qatnashdilar. Trening doirasida ishtirokchilar shaxsiy ishonchni oshirish, o'zini tanishtirish, intervyuga tayyorgarlik, rezyume tuzish kabi amaliy ko'nikmalarni oldilar. Shuningdek, huquqiy kafolatlar va IT sohasidagi ish imkoniyatlari haqida ham ma'lumotlar berildi. Bugungi loyiha men uchun juda ham yoqdi. O'zimga yetarlicha xulosalar chiqardim. Aynan ish topishim va hokimiyat tizimidagi bo'layotgan jarayonlar haqida ham ozma-ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Mana shunday tadbirlar aynan nafaqat nogironlar uchun, balki barcha jamiyatimizni rivojlantirish uchun ko'proq bo'lishini xohlardim. Gapirishda yoki tushunishda, eshitishda imkoniyati cheklanganlar uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda turli xil rasmiy saytlarda ish o'rinlari borligi, vakansiyalar yetarli ekanligi haqida ma'lumot berishdi. Hozirgi kunda 4-kurs, ya'ni bitiruvchi kursman. O'z iqtidorimdan kelib chiqib ish topaman degan umiddaman. Darslar davomida interaktiv metodlar, real holatlar tahlili va guruhlarda ishlash kabi yondashuvlar qo'llanildi. Trening so'ngida ishtirokchilar o'z imkoniyatlariga ishonch bilan aniq maqsad va rejalar bilan chiqishdi. Bu tadbirimizning asosiy vazifalari imkoniyati cheklangan nogiron insonlarni ish bilan ta'minlash, ishga joylashish va ishga joylashish jarayonida qanday etaplardan o'tish bo'yicha har bitta jarayonni tushuntirib o'tib ketishmoqda. Yana bir qatorda onlayn ishlashi, ya'ni udalyonniy ishlashni ham o'rgatib ketishmoqda. Asosiy ishtirokchilarimiz yoshlardan iborat, sababi ular ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faol, ularni ishlash imkoniyatlari juda ham keng va onlayn ishlash va daromad qilish imkoniyatlari yuqori bo'lganligi uchun biz bularni mutaxassislar orqali yana ham rivojlantirib, tushuntirib kelmoqdamiz. Bunday tashabbuslar inklyuziv ta'lim asosida imkoniyati cheklangan yoshlar uchun hayotga yangicha nigoh bilan qarash, o'z o'rnini topish va jamiyatga to'liq integratsiya qilishga xizmat qiladi. Bizning Namangan viloyatida 82 mingdan ziyod nogironligi bor shaxslarimiz bor. Inklyuziv nogironlar ishga joylanish bo'yicha trening bo'lib o'tyapti. Davlat organlaridan kelishyapti, tadbirkorlardan kelishyapti. Juda ko'p nogironligi bor shaxslarimiz ishga joylanayapti, ishlashyapti va e'tibor borgan sari kuchayib boryapti nogironligi bor shaxslarga. Bugungi trening nogironligi bor shaxslarimiz elektron, onlayn tarzda ham ish topishni o'rgatish. Maqsad nogironligi bor shaxslar ish qidirib ko'chaga chiqmasin, o'tirgan joyida, uyda ham elektron ish topib ishga joylashsin degan maqsadda bo'lib o'tyapti trening. Ushbu loyiha doirasida mamlakat bo'ylab kamida 450 nafar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan imkoniyati cheklangan yoshlar ishtiroki rejalashtirilgan. Ayni paytda IT sohasida yaratiladigan minglab ish o'rinlari ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarning raqamli iqtisodiyotga faol qo'shilishini ta'minlaydi.